Do'stlar, bu bizning qishlog'imizning kechasi va kechki payti ko'rinish holati. Chilchir chashmani suv kelib turadi. Mana bu bochkamizga qishloqqa polni tarqaladi va kechasi har doim mana shunday kunduz kunday yoriq projektorlarimiz yoniq turadi. Mana bu yerda bu bitta magazin, mana bu yerda bitta xodaxona, bunisi maktab bilasizlar. Kunduz kuni yana video olamiz. Mana bu yerda ham bitta xodaxonamiz bor. Qishlog'imizning bu kechki payt ko'rinish holati. Hamma kechqurun chiqib aylanib, bemalol yosh go'daklar ham, ayollar ham bemalol xohlagan joyga hamsoyasiga, u yerga, bu yerga yo magazinga kelib bemalol nima qilishadi. Kekpetevlar ko'chamiz yoriq, obod, hamma ko'chada bo'ladi. Svitimiz qishin yozin svit bo'lsa mana shunday yoniq turadi. Kimning qishlog'ida yana mana shunday ko'chalar yoriq bo'lib turadi? Kommentariyada fikringizni qoldiringizlar. Bu maktabda 5 yil o'qiganman. Hozirgi kunda ikkita maktab o'qigan. Bu bir xonasi, bir tarafi, bunisi biz o'qiganda bu taraf bo'lardi. Hozir bu tarafi ham qurilgan. Kelajak yoshlarimizni qo'lida tanaffus bo'libdi. Hammasi aylanib. Bizda davrimizda bu daraxtlar ham yo'q edi. Hozir shu daraxtlar shuncha bo'libdi. Maktabda bitirganimizga ham 12 yil, 13 yil bo'lyapti. Yoshlik davrida mana shunday qilib qamish o'rganlar bormi do'stlar? Mana shunday yosh bo'laydik, biz ham yurardik. Yosh bola qo'rqmasdan shunday katta yerga kirib qamishni o'rgan. Biz balandda tepalakda tut cho'g'amiz pilla uchun. Bahrom. Молодец.
Do'stlar, qadrdonlar, nasib bo'lsa bu mening qishlog'im degan video bo'ladi. Xudo xolasa, biz hozir qishlog'im yerga chekkasiga keldik. Hayır, bu chekkasiga. Bu yerda eng katta kanal, glavniy katta kanal. Bu kanaldan do'stlar Meshkin 1, Apache, Sangavot, Karvon qishlog'i, buyog'i Almirzon qishlog'i, Muratbekagacha suv boradigan mana shu kanaldan suv ichadi. Agarotlar bu davlat dehqonlar suv ichadi bundan. Mana bu yerda yangi mana bu ko'l bor, mana bu yerda baliq ko'l bor. Ya 5 km Pasyonka, bu taraf Ro'zobod, Chashma, mana Ro'zobod ko'chib bu yoqda Chashma, Ro'zobod, Chashmani atrofi. Xudo bo'lsa, mana endi bizning qishlog'imizda tomosha qilyapsizlar, ko'rib ko'ryapsizlar. Mana shu qishloqda men o'zim yashayman. Havo juda ham zo'r, toza. Nasibsa qishloq mavzusi bo'yicha videolar ko'rib boryapsizlar. Har bir qishloqqa borishga harakat qilyapsiz qo'ldan kelgancha. Videolar joylab boradi. Uni bittadan like va podpiskani обязательно bosadi. Do'stlaringizga podelиться qilasizlar. Xudo xolasa, mana shu vatanda, musofirda yurib, ko'plar o'zining qishlog'ini sog'inadi. Mana shu qishloq agar sizlarning qishloqlaringizga o'xshash nimalar joylari bo'lsa, yoshlikda eslatgan bo'lsalaringiz, albatta biz xursandmiz. Biz sizlarga mana shunday go'zal va chiroyli va manzarali joylarni ko'rsatib boraveramiz sizlar uchun. Mana bu 5-1 ga boradigan yo'lda mana bu 26-chi katta maktab qo'ldan kelgancha mana yaqin tortishga harakat qilamiz. Biz hozir o'zimizni qishlog'imda turib, mana qarib 2,5 kilometrda shuncha tortyapti yaqinlikda. Tog'larni ko'ryapsizlarmi do'stlar? Mana bu yerda tog'dan qo'y tushib kelyapti. Tog'ga qo'y boqqanlar bor, cho'ponlari bor. Tog'dan qo'y tushib kelyapti shu yerda. Uzoqlashtirsak umuman ko'rinmay qolar ekan. Xullas azizlar, qadrdonlar, biz mana shunday obod va go'zal qishloqda mana shu yerlarda biz yashayapmiz. O'tgan safar biz sizlarga mana shu pillani obzorini bir qo'yib o'tgan edik. 2 etajli stilaj karavotcha dedik. Mana 1-etaj, 2-etaj. Bu yoqda ham yana 2 etaj. Bunisining uzunligi 5 metrdan ziyodroq, bunisi 4 metrdan sal ziyodroq, 4 metr bor. Xullas pillani qiyinchiligidan o'zi pilla bilan shug'ullangan do'stlar o'zlari biladi. Pillarimizda mana shuncha bo'ldi pilla. Bunga har kuni barg. Bugun ertalab ham olib keldim. Kecha kechqurun olib keldim. Har kuni olib kelish kerak bo'ladi. Hali yana 1-2 kundan keyin bular o'zi bir kunda 2 marta borsa ham o'zi jip tugatadi-da, o'zi oxirlashib berib bular faqat yeydi, to'lqa. Buni qaranglar qancha bo'pti. Pilla boqqanlar bo'lsa, kommentariyada fikrlaringizni qoldirib ketasizlar. Mana pillalar nasibsa bizga shuncha bo'lib qoldi. Menimcha yana 1 haftalik nimasi qoldi. 1 haftadan keyin xudo xolasa bularning ham ish tugaydi.